أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi 172. ayetinin tefsirinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Bakara suresi 172. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, biz sizlarni rızıklandırgan halal narsalardan yanglar. Eğer Allah'a ibadet kıldığan bolsanglar, Allah'a yani Allah'ın haddi hesapsız nimetlerine şükür kılınlar. Allah sizlarga öz ölüp qalğan hayvanni, qonni, çoşqı göşini Allah'tan gayrinin yani butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvanni yeyishni harom qildi. Kimki öz ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan nihoyat hayotni saqlab qilg'idek desa, hayotini saqlab qolg'idek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Hakikaten Allah nihayeti mağfiret kılgıcıdır, nihayeti mehribandır. Pakize halal narsalarni yeyishga buyurish ve haram kılıngan narsalarni bayon qilish. Allah Teala bu ayette müminlerni rızık kılıp berilgen narsalarning pakizlerini yani halallarını yeyishga. Eğer ula Allah Teala'nın hakiki bendisi bolsa, onun halal kılıp bergen şu narsaları üçün onunla şükür etişki buyurdu. Haram narsidin ise dua ve ibadetinin makbul bulmağındaki, halal narsidin ise dua ve ibadetinin makbul buluşuğa sebep buludu. Peygamber aleyhisselam bu ahdi mındaktaydı. Ey halayık! Allah Teala şeksiz paktır. Allah Teala fakat pak nersini kabul kılıdı. Allah Teala müminlerini, peygamberlerini buyurgan nersigi buyurdu. Allah Teala peygamberini buyurup mındaktaydı. Ey peygamberler, halal nersilerini yanglar, yaxşı emellerini kılınlar. Men hakikaten sizlerinin kılgan emellerinlerini obdan bilimen. Allah Teala müminlerini buyurup mındaktaydı. Ey müminler, biz sizlerni rızıklandırgan halal narsalardan yanglar. Eğer Allah'a ibadet kıladigan bolsanglar, Allah'a yani Allah'ın haddi hesapsız nimetlerine şükür kılınlar. Andın Peygamber aleyhisselam uzun sefer kılgan, çaşları çoğuk, üstü bişini topu baskan halette iki kolunu asmanga sozup, Ey Rabbim dep çöl bayağında yürgen bir kişinin halini bayan kılıp, onun yemek içmeki ve kiyim keçigi haram kelgen ve haramdan gızalangan tursa, kiyim keçigi haramdan kelgen ve haramdan gızalangan tursa, onun duası qandaqmı icabet bolsun deydi. Allah Teala ulağa rızık ata kılganlıqını ve ulağını onun pakizidin yeyishga buyurganligini bayon qilgandan keyin ulağa urib öldürülgen, boğup öldürülgen, egiz yerden yıkılıp ölgen, başka hayvanlar tarafından üsüp öldürülgen ve yırtıkçı hayvanlar tarafından öldürülgen hayvanlar, yani boğuzlanmasdan yukarıki sebepler bilen öz ölüp kalgan hayvanlardan başkın nersini haram kılmaganlıqını bayan kıldı. Allah Teala deniz hayvanlarından
özligidan ölüp qalğanlarını halallığı toğrısida özlerinden ölüp qalğanlarının halallığı toğrısida alaydı bayan qılıp mındaq deydi. Sizlərning ve yoluvchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi. Dengizning suyi pokiz, ölüp qalgan hayvonlari haloldir. İmam Şafii, Ahmad, İbn Majah ve Daraqutni qatorliqlar İbn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bizge özü ölüp qalğan iki xil hayvan ve iki xil qon halol qilindi. İki xil hayvan beliq bilan cheketga. İki xil qon bolsa jigar bilan taldır. Bununğa münasibetlik mesele Allah Teala halisa aldığımızda keladi. İmam Şafii ve başkalarının qarışıca ölüknün sütü, onun içindeki tuxumi ve sütünün qaymoqlari nijistir degan mashhur rivoyat bor. Sahabelerning o'tparast kafirlarning qaymoqidan yeganligi Şafii mazhabidagilarning ölüknün sütünün qaymoqi nijis degan so'ziga zid keladi. İbn Majah Salman radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom seriq may, qaymoq va yov eshakning hukmi haqida so'ralganda halol degan Alloh taolo o'zining kitobida, ya'ni Qur'onda halol qilgan narsa. Harom degan Alloh taolo o'zining kitobida harom qilgan narsa. Alloh taolo halol qilmagan, harom qilmagan narsa Alloh taoloning kechirib o'tgan narsalarning qatoridan. Ya'ni uningdan foydalansa hech qanday gunoh yo'q deb javob berdi. Shuningdek, Alloh taolo musulmonlarga cho'shqining go'shini va yig'ini mayli u bo'g'izlansin yoki o'zi o'lib qolsin, o'zi o'lib qolgan bo'lsin, harom qildi. Ya'ni Alloh taoloning nomi bilan emas, butning va uningdan boshqa narsalarning nomi bilan bo'g'izlangan narsaning go'shini harom qildi. İmam Qurtubi Ayşe radhiyallohu anhadan g'ayri arab kafirlari o'zining bayramlariga atab bo'g'izlagan narsaning go'shidan musulmonlarga hadiya qilib bersa, uni qanday qilish to'g'risida so'ralganda, uning sizlar kafirlarning shu kun uchun atab bo'g'izlangan narsasining go'shidan yemanglar. Ularning mevalaridan, ya'ni ularning sizlarga hadiya qilgan mevalarini yanglar deb javob berganligini rivoyat qildi. Ozuqliq tugab qiynalib qolgan kishi uchun harom narsani yeyishning durustligi. Alloh taolo halol yemeklik tepilmay, taom yemasa o'lib ketadigan darajada zarur va ehtiyoj tushib qolgan vaqtda Alloh taolo tarafidan harom qilingan narsani yeyishni durust qilib berib mundaq deydi. Kimiki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqori harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolg'udak yesa, ya'ni jinini saqlab qolg'udak, qo'rsiqini bak to'yg'izib o'tmagidak yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni uni yeganlik uchun hech gunoh bo'lmaydi. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. Agar bulangchilik qilish, musulmonlarning boshliqlariga qarshi chiqish yoki bir gunoh ishni qilish uchun chiqib harom narsani yeyishga majbur bo'lib qolsa, uni yeyish durust bo'lmaydi. Buningdan boshqa holatlarda durust bo'ladi. Haqiqatan Alloh nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. O'zining halol taomi yo'q, qiynalib qolgan odamning o'zi o'lib qolgan hayvon bilan boshqa birisining yeyishiga bo'ladigan, ammo egisining ruxsatsiz ilingan narsadan birini tanlashiga to'g'ri kelib qolsa, u kishi qaysisini tanlasa durust bo'ladi. Shubhisizki, ahvolda o'zi o'lib qolgan hayvonni yeyish durust emas. Balki
hech ikkilanmasdanla boshqalarning yeyishiga bo'ladigan narsalardan yeyish kerak. ibn Majah bu haqda Ubbad ibn Shurahbilning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir yili bizga ocharchilik yetdi. Men Madinaga kelib bir bog'ga kirdim. Ondan bir bashaqni ilib uni uvab yedim va xaltamga oldim. Keyin bog'von kelib meni urib kiyimimni elib oldi. Men payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib bo'lgan ishni so'zlab berdim. Payg'ambar alayhisalom u kishiga u och tursa uningga taom bermading va ilmsiz tursa ilm o'gitib qo'ymading dedi. Ondan u odamga mening kiyimimni qaytarib berib, qo'ziqimni to'yg'izishga buyurdi. Bu vaqtdagi hadislarning ichida Amr ibn Shuaybning muna hadisi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan daraxtdagi mevani yesa qandoq bo'lganligi to'g'risida so'raldi. Payg'ambar alayhissalom hojatmand kishidan birisi mevadan qochiga qochilmasdan, ya'ni uningdan bir narsaga qochilab ilib chiqib ketmasdan o'ltirib yesa, uningga hech gunoh yo'q deb javob berdi. Haqiqatan Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Haromdan yegan narsani kechirib etkichi hojat bo'lib qolgan kishiga haromni halol qilib berish bilan rahim qilguvchi deganlik bo'ladi. Masruqning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Bir kishi halol bir narsa yo'q ahvolda haromni yeb ichishga majbur bo'lib qolib, uni yemay ichmay ochlikdan o'lgan bo'lsa, do'zaxga kirdi. Allah kitobda, ya'ni Tavratda nozil qilgan narsalarni yo'shiradigan va uni ozg'ina pulga sotadiganlarning qoniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni do'zaxga elib bordi. Qiyomat kuni Alloh ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ayni shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq? Bu qattiq azob shuning uchunki Alloh haqiqatan haq kitobni, Tavratni nozil qildi. Ular Tavratdagi narsalarni yo'shirdi va o'zgartib etdi. Kitob to'g'risida ixtilof qilguvchilar cho'nqur nizodidir. Yahudilarning Alloh taolo tushirgan narsani yo'shirganligi uchun ayblanganligi. Alloh kitobda, ya'ni Tavratda nozil qilgan narsalarni yo'shiradigan va uni ozg'ina pulga sotadiganlarning qorniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni do'zax elib bordi. Ya'ni Yahudilar o'zlarining kitoblaridagi payg'ambar alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanligiga guvoh bo'ladigan sifatlarni yo'shirdi. Chunki agar Yahudilar payg'ambar alayhissalomning sifatlarini oshkorlab qo'ysa, ularning o'zlarini tashlab, uning ergishib ketishidan, o'zlarining boshqalar ustidagi hukmronligining ojizlab qolishi, shundaqla arablarning ularni cho'ng bilib, ularga beradigan sovg'atlardan mahrum qilishidan qo'rqishidir. Shunga har narsani yo'shirishga urindi. Ular buning bilan kichikkina foydaga o'zlarini sotdi. Ular shu kichikkina foydaga to'g'ri yo'lni, haqiqatga ergishishni payg'ambar alayhissalom va u Alloh taolo tarafidan elib kelgan narsaga ishonishni tegishdi. Shuning bilan ular dunyo va oxiratda ziyon tortdi. Ularning dunyoda tortadigan ziyoni shuningdan iboratki, ishlar ularning o'ylaganlaridek bo'lmay, Alloh taolo nihoyat ochiq va keskin pok isbotlarni keltirish orqali
bendillerge Peygamber aleyhisselamның haqiqiy rost payg'ambarligini isbotlab berdi. Yahudilar xavotirlanib turgan kishilar payg'ambarga ishinib, uning bilan billa Yahudilarga qarshi urushadigan kuchli yordamchilarga aylandi. Yahudilarning oxiratda tortadigan ziyni bo'lsa, ular Alloh taolaning g'azabiga hassilab uchirdi. Alloh taolo ularni o'zining kitobida bir necha yerda ayblagan bo'lib, bu oyatmi shularning qatoridandir. Allah kitobda, ya'ni Tavratda nozil qilgan narsalarni yoshiradigan va uni ozg'ini pulga sotadiganlarning qorniga yegani faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni do'zaxga ilib bordi. Ya'ni ular haqiqatni yoshirganning jazosi uchun qiyomat kuni qo'rsaqlarga lavullab turadigan o'tni yeydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yevaldiganlar shubhisizki qo'sig'iga qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yevalgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundoq deydi: oltin va kumush qachida tamoq yegan yoki bir narsa ichgan kishining qo'sig'ida jahannam o'ti gurkirab ko'ydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Chunki Yahudilar bilib turib haqni yoshirib, Alloh taolaning g'azabiga haqliq bo'lganligi uchun Alloh taolo ularga g'azablanadi. Ularga yaxshi nazar bilan qaramaydi, balki ularni xo'rlig'uchi azoblar bilan azoblaydi. Ondan Alloh taolo ular to'g'riliq mundoq deydi: ayni shular hidoyatni gumrohlikqa tegishdi. Ya'ni ular o'zlarining kitoblarida kelgan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini, uning payg'ambar bo'lib kelishini va uning burunqi payg'ambarlarning kitoblaridan qolgan bishoratlarini, uningga ishonish va agishishdan iborat to'g'ri yo'lni, uni yolg'onchilikqa chiqarish, uningga iymon etmaslik va o'zlarining kitoblaridagi uning sifatlarini yoshirishga o'xshash ozg'unliklarga tegishdi. Mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ya'ni ular yuqoridagi ishlarni qilish orqali Alloh taolaning mag'firatini azobga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq? Alloh taolo bu oyatda ularning nihoyatda chidag'siz qiyin qistoq va azoblarning ichida turganligini ko'rgan kishining ular uningga qandoq chidag'ando deb hayron qolgudek darajada qo'rqinchli azob bo'lganligini bayon qildi. Alloh taolo bizni bunday azobdan saqlasin. Amin. Bu qattiq azob shuning uchunki Alloh haqiqatan haq kitobni, Tavratni nozil qildi. Ular Tavratdagi narsalarni yoshirdi va o'zgartib etdi. Ya'ni ular shu qattiq azobga haqliq bo'ldi. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhissalom va uningdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga kitoblarni haqiqatni barpo qilish va nahaqni yo'qotish uchun nozil qildi. U Yahudilar Alloh taolaning oyatlarini kamsitdi. Ularning kitobi ularni bu haqdagi ilmini yoshirmay, uni kang yeyishga buyursimi, uningga, ya'ni kitobi xiloflik qilib, uningga ishonmadi. Payg'ambarlarning eng oxirgisi bo'lgan bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom, ularni Alloh taolo tarafiga chaqirdi. Ularni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sdi. Vaholanki ular uningga ishonmay, qarshilashib, uningdan tandi va uning sifatlarini yoshirdi. Hamda Alloh taolaning payg'ambarlarga tushirgan oyatlarini kamsitdi. Shuning uchun ular shu qo'rqinchli qattiq azobga haqliq bo'ldi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi:
Bu qattiq azob shuning uchunki Alloh haqiqatan haq kitobni, Tavratni nozil qildi. Ular Tavratdagi narsalarni yoshirdi va o'zgartib etdi. Kitob to'g'risida ixtilof qilguvchilar cho'nqur nizodidir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasining 176-oyatigacha o'qidik. Oxirini davomlashtiramiz inshaalloh. Oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin.